Assalamu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrli Facebook'daki qarindoshlarım, sizlarninki mushu vaqtinglar har vaqtinglar xayrli bo'lsin inshaalloh. Bugün seyşembe günü tüngen ait aldıraş bir düşenbe günümüzni ötküzüp elhamdülillah sağ salamet seyşembe günüge keptimiz, kopaptimiz meni o'rnimizdan turib Əməylə işığa, məktəbigə mağdı. Biz birazdan keyin şirketga mağımız qarindaşlar. Ötken saat İsra surəsini Məkkədə nazil olan surələrdən ən axırqı surə İsra surəsini birlikdə öyrənib ötkendik. Bugün İnşallah Sure Yunus Medine'de nazil olan tuncu suremiz Yunus suresini yani 69. sure Yunus suresini birge bugünümüz Medine yolculuğu Medine seferimizne Mişer'den başlayımız. Bu kılvatkan dersimiz Facebook Kur'an halkası Kur'an söylerinin kimliki dedik. Yani Kur'an söylerinin kimliki sin dersi. Memiyede ismini yazıp koyay. Paydalanıp qala, şunga qarab paydalanıp qala. 69 nemi dedik? Yunus dedik. Sure Yunus. Evet, Sure Yunus. Sure Yunus neçinci betteyken 344. betteyken kitapni tushunmoqchi bo'lsanglar, canım qarindoshlar, Tor kitap to'rimizda bor. To'g'ri. Kitap Tor betimizde emas. Tor kitap deb Tor betimiz mi bordi? Mavo nima? Tor kitap. Qayta yozay. Tor kitap Tor betimizi de resmi işe giriştirip bulamadık, yetişemedik. Tor kitap de Facebook'a girip Facebook'tan Tor kitap deb izlesenler şu ustazdınki kitapları çıkıdı, Uygurca tercüme kılıngan. Aşağıdan PDF'ini düşürüp alsanlar buludu. Kitaplarga baktığımızda 69. sure yani nazil buluş tertip boyunca kolumuz Uygurca kitapta. Ama Türkçe asıl kitap Kur'an söylerinin kimliki Ustaz Mustafa İslamoğlu'nunki vakıf eseri. Bu kolumdakisi birinci baskı 5000 adet çıkıp diken Akaba vakıf yayınlarıdır. İnşallah bununki Uygurcasını çıkarışqa herkasımız qarindoshlar bilan bunu yüz görüştürüşke Allah her cihetten meyli iktisadi cihetten bo'lsin, meyli başka cihetten bo'lsin imkanımızını tamamlap bergen vaqtida inşallah ve ya ki başka qarindoshlar bu kitap taqası buludu ekan deb ko'nglidan bunu bir bastırıp qo'ydi deydigan qarindoshlar bo'lsa bu kitapni biz bastırıp tarqitib bersak bo'ladi. Yani hazır internet arqali dünyanın hem qaysi yerlere uçuşuyatımız, kitapni alamaydiganlar ya kitapga ega bolamaydiganlar PDF arqali ega bo'lsin bo'ladi. Maqsad Kur'an surelerining kimligi degan dars arqali maqsadning nima ekanligini hozir kemgacha mushu darsda taqib qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Meyli Özbekistan'dan olsun, meyli Yaponiyadan olsun, meyli Amerika, Avrupa'dan olsun inşallah etrafımızda var. Qarindoshlar his qilgan bo'lishi mumkin. Maqsadimiz boshqa bir narsa emas. Bu yo'qolib ketdi-ku, sudga gap 69 Yunus.
Yani Sürü Yunus. Kitapның tərcümə qılğıcısı Batur Qarıxallı qarindişimiz, Əndər Qarıxallı deb izləsəңdə çıxıdı. Bu qarindişimiz bu əsli kitabda nuzul tərtib boyunca emas, mushaf tərtib boyunca, yəni qulumuzdakı ərəbçə Qur'an-ı Kerimninki tərtib boyunca tizilib yazılған kitap, amma məzmun nimasi qarğan çağda bu biz bunu nima bo'yicha nuzul tartib bo'yicha tizib chiqib mayda etmasak bo'g'dak deganni planlashib maslahatlashib shu bo'yicha qildi qarindishimiz. Alloh bu qarindishimizdan rozi bo'lsin. Yani bu asarning yozilish g'oyasidan birisi Qur'on xalqlarining darslik ehtiyojini qamdash bo'lib, xuddi Rasululloh va sahobalarga o'xshash Qur'onni ustoz tutib, uning oldida yukinib o'tirayotganlarning soni kun sari ko'paymoqda. Etrafga qarasak bununla şahidiz. Bir eserinin ders halqalarda o'qitilishi uchun mana bu maqsad nazarda tutilgan holda qalamga ilingan bo'lishi kerak. Bu eser tayyorlanganda mana bu g'oyimi ko'z tutildi. Qur'on suralarining kimligi 114 suraning har biri uchun ayrilgan 114 bölümden tarkib topgan bo'lib, har bölüm suraning ismi temisi astida mazkur suraning ism va ismlari, onun ma'nisi, ismning kelib chiqish manbasi qatorliq mazmunlar bayon qilingan. O mazmunlar darsni anglaganlar aqcham bildi. O mazmunlar faqatla nima uchun kirish qismida şu mazmunlar nima qilindi, ammo asosiy maqsad şu bo'laklarda, şu oyat toplarida suradagi bu oyatdan bu oyatga oraliqda masalan ma vaqalik yoki ma ish nima qilingan, tasvirlangan, buningki maqsad ma bo'lishi mumkin deb shu aytmoqchiman uchun. Shunlashqa bizning maqsadimiz sizlarning qulonlig'iga Qur'oni Karimni og'zib tarjimasi bilan o'qib tushunib, bu tushunadigan kitobga menga haqiqiy yo'lboshchi, mushu kitobga deydigan kitobga iymon keltiramiz, payg'ambarga iymon keltiramiz deymiz da Rasulullohga. Ammo haqiqiy biz degandek iymon biz degandek emas-da, Allohning talab qilgandek bir iymon bo'lish uchun oldi bilan Allohning talablarini uningki Qur'oni Kerim orqali, uning so'zi bo'lgan Qur'oni Kerim orqali bilishga to'g'ri keladi. Shunlashqa bu faqatla shu Qur'ondagi suralarni tahlil qilib, bu sura nuqsonini manda pay topsa deganni bizga bildiradigan bir kitob endi. Bu bir insonning kitobi, bu bir biz cho'qinadigan yoki bo'lmasa nima qiladigan ish yo'q. Bu odamga her bir insan o'zi xato qilishi mumkin, ammo bir insonning xatoga to'g'ri qilganligini nimaga asosan o'lchaymiz? Qo'limiz bir o'lcham bo'lishi kerak. U bo'lsa Qur'oni Karim. Bizga mushuni o'rgatgan ustoz bo'lg'achqa, boshqa ustozlarmi deganda, ammo hayotida yozgan kitoblarida, asarlarida, so'zlarida bo'lmasin ish qilib buni yashashga tirishgan bir ustoz bo'lg'achqa, biz bu kitobni qo'lga olib asliga hurmat qilgan, asli mazmundan qiyib ketmagan holatda Qur'on surasining kimligini nuzul tartibi bo'yicha tarjima qilib chiqdik. Buni Batur qarindishimiz tarjima qildi. Allohsa Allah ondan razı olsun. Ondan olsa 69. sürüge, yani Medine sefirimizdeki birinci sürüsü, Allah'ınki nazil kılan birinci sürüsünü birlikte bir ok ütülü kırındaşlar. Safa sürüsünü öttek. Onun dinkin Kasas'tan öttek. Hem de kilip İsra sürüsüdün mü öttek. Mana Emdilikte biz Yunus sürüsüdür. Süre Hazreti Yunus'un kavminden azapның kötürbetilişiga münasebetlik bo'lgan 98. ayetlik asasen Yunus sürüsü deb atalgan. Hazreti Yunus'ni başta inkar qilib masxara qilgan, keyin bu pozisiya sababidan pushaymon qilib xatoligini to'lgan va to'g'ri yo'lga yuzlangan qavmining qissasi bu surada bayon qilingan. Yunus peygamber miladidan burunqi
784'tün 860 yılgacha bir Asur şehri bo'lgan Ninovaga evatilgan. Sure tafsir ve rivayetlerde bu isim bilan atalgan. Saffat suresida Yunus kavmi hakkında keng dairede bayanlar berilgan bo'lsa-mu, bu isim bilan atalmagan. Bunun sebebi bu sureye isim berilgan ayette urunalmakta. Yunus kavmidan başka azapqa layık bo'lgandan keyin iman etib, Yunus kavmidan başka iman etib, imanning foydasini ko'rgan hech qanday bir qavm, shahar yo'q. Yani 98-oyda. Gerçi surede Yunus qissasining oldida başka 4 peygamberning qissasi bayon qilgan bo'lsa-mu, surening bu isim bilan atilishi Nabilar tarixidagi bu mustasno ahvoldan bo'lsa kerak. Musabda arqa-marqa kelgan 3 surelik Alif Lam Ra oilasining tunjisi. Tunji Qur'on neslining tilida boshlang'ich harflari o'xshash bo'lgan sure guruhlarini oila deb atagandi. Masalan, Hamim oilasiga o'xshash. Sure Makkadan nazil bo'lgan Hazrat Osman tartibida 51-o'rinda. İbn Abbas tartibida 48-o'rinda. İmam Jafar tartibida 50-o'rinda tizilgan. Bizninkide 69. 3 tertibinin hemmesi de İsra Hud suresi arasına doğru gelmekte. Bu biz için doğrudur. Kolumuzda bunun itiraz kılgıdak hiç qanday malumat yok. Sure Quraysh bayqutidan keyingi mezgilde doğru kelgan da'vatning 10 yılında nazil bo'lgan. Surening mazmun, uslub ve shakli buni tasdiqlamoqda. Vahiyning nazil bo'lish jarayoni haqida fikr bayon qilgan barliq nufuzli ustozlarmi Maşında deb qargan. Bununla Zahabi ve Suyuti o'xshash Qur'on ilmleri sahasida asar yozgan olimlarmi Bazarganga o'xshash davrdoshlarimi shunday deb qargan. Arkada tilga olingan ismlar Qur'on suralarining nazil bo'lish tartibida haqida atrofliq izlangan shaxslar edi. Sure Mekke'de nazil bo'lgan debdi. Men xato ko'rgan o'xshayman demas. Bu alaqa Mekke'de nazil bo'lgan sureninki eng oxirgisi o'xshamamdi. Mena o'zimninki nimasiga qarablam. Qur'on battı, şununda Mekke, Medine degende ko'rgandim 5-ni shu. Nima bo'lmasin, deb turgan dunyoda sura da'vatning sura Quraysh bayqutidan keyingi mezgilda to'g'ri kelgan da'vatning 10-yilda nazil bo'lgan debdi. Suraning mazmun, uslub va shakli buni tasdiqlamoqda. Bunu tasdiqlamoqda. Vahiyning nazil bo'lish jarayoni haqida fikr bayon qilgan barliq nufuzli ustozlar shunday deb qargan. Buningga Zahabi va Suyuti o'xshash Qur'on ilmlari sohasida asar yozgan olimlarmi Bazarganga o'xshash davrdoshlarim shunday deb qargan. Orqada tilga olingan ismlar Qur'on suralarining nazil bo'lish tartibi haqida atrofliq izlangan shaxslar edi deydi. Suraning temisi ilohiy yetakchilik va bu rahbarlikni rad qiluvchilar bo'lib, bu sure Ala tanbih qo'shimchasi eng ko'p tilg'ilingan suralardan biridir. Bu mazkur surening ogohlantiruvchi lavha xarakteriga ega ekanligini ko'rsatadi. Muqadda bilan boshlagan suralardagi umumiy alaylik asosan bu suramo vahiy ship keltirgan holda boshlangan. Ya'ni men şu tercümesini o'qay qarindoshlar. Alif Lam Ra. Bu hikmetli kitap, yani Kur'an ayetleridir. İnsanların biriga, yani Muhammed Aleyhisselam'a, insanlar, yani kafirlarni Allah'ın azabını agahlandırgın, müminlerge Perverdigarının dergahida qilgan yaxshi amallar uchun yuqori o'ringa erishdiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanadi. Kafirlar bu hakikaten aşkarı sihirdir deydi. Onundan ki manevi ve kainat dünyasına münasebetlik ayetler bayan kılıngan. Yani asman, zemin, kuyaş, ay, gündüz, gece.
Bular kainat dünyası bilen münasebetlik ayetlerde içinde urun almakta. Bu arkalık taşkı dünyadaki cismi ayetler, kainat cisimleri bilen Kur'an ayetlerinin insan içki dünyası da fikir düşünce ayetleri bulup pöreklep içilişi istenmekte. Yani taşkı dünyadaki kainat ayetleri bilen Kur'an ayetlerinin insan içki dünyası da fikir düşünce ayetleri bulup pöreklep içilişi istenmektedir. Belki ne açık mi? Bunun aldıdaki en çoğun tusak dünyaga birilip gitiştir. Dünya hayatıdan memnun boğan kişiler dünyaga birilip ketkenler bulup, bunda kişilerin Allah'ın huzuruna çıkıdak yüzü bulmaydı. Şüphesiz ki biz bilen mulakat buluşu ümit kılmaydıganlar, yani Allah'a mulakat buluşu közlemeydiganlar, dünya tirikçilikinin behrimen buluş bilenler, razı bolganlar ve onun bilen aram tapkanlar, bizning ayetlerimizden gafil bolganlardır. Ana şularning joyi qilmishlari tüpeylidan dozoqda bo'ladi. Shundaqdimi Allah canlandırışqa aldırıp ketmeydi. Çünkü o Rahmandır. Yani Allah cezalandırışqa aldırıp ketmeydi deydi. Çünkü o Rahmandır. Yani Rahimdir, Rahmandır. Çünkü o Rahmandır, Rahimdir. O cezalandırışda aldırıp ketmeydi. Şundaqdımı insan üzüge qaytish, hatalıqıdan yeniş üçün aldırışı gerek. Yani tövbe. İnsan menfaat var deb oylagan nimetlerini tileşte daim aldıraydı. Şundaq. Turuqluq insanın en çoğun nimet bolgan hidayetini talep qilishda susluq qilishi kişini tulumu oygu salık. Eğer Allah kişiler talep qilgan yamanlıqni ishqa oshirishqa, ular talep qilgan yaxshilikni ishqa oshirishqa aldırgandek aldırız idi, ularning ajili chuqum yetken bo'ladi. Yani halak bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tengqab yurishga qo'yib beramiz. Anladingmi? Allah azrutemdiki yoki kim azadikin. Yani devatulu biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tengqab yurishga qo'yib beramiz deydi. Sura Yunus'un 11. ayeti. Tüvendeki ayet insan yaratılgandan tartıp fakat özgermeyenlikini körüstüdüğün ibretlik ayettir. İnsanga birer ziyan zahmet yetse yatsıdı, olturusudu, tursudu, onu depki kılışımıza tilep bizge dua kılıdı. Olağı yetken ziyan zahmetini kütürüvetsek, güya onu kütürüvetişimize tilep bizge dua kılmagandek yaman işini yine davamlaştırdı. Həddidin aşqçılarının qılmışları ulağımı şundaq çıraylık körüstürdü. 12. ayet. İnsanın təbiyyətki münasibətlik bu məlumatını fəqət Allahlı bilir etdi. Sürünün davamıda bayan qılınan ayetler en yuqarı pəlliği çıxıdı və xitab bütün insanlığa, insaniyetke qaratıldı. Tüvendeki ayet antropologik tədqiqat bilinmə qolu keltirgili bolmaydigan haqiqatni bizge bayan qilib bermekte. Şu andaki bizimki aramızda mı şu insan merkezli qılgan halatda, yani millet o bu ayrımçılık nimesiga ketmeydigan, ama bütkül insaniyetninki ortak meseleleri bolgan, ortak alaylıkları bolgan, yani muşu cihetke düşüp durup aynı tahqiqat ep basak, inşallah davalarımız mı şunda yüzünde ep maqsaq minutça bununki nimesiga ilgirleş, özümüzdeki keyinki taraqqiyatı olsun, başka cihetlerde olsun, köp ilgirleşte qo'lga keltirishimiz mumkin deb o'ylayman. Bu bir tavsiye. Zaten Allah bütün insaniyetni Allah yaratgan. Biz şu Allah yaratgan insanlar bilan birga yaşaymiz. Elbette yaratuvchisi o'zininki yaratgan narsasini yani hammadan obdan biladi. Shunlashqa onunki
yaratgan narsalarni to'g'ri ishlatishni, o'zimizni yaxshi tushunishni, bilmoqchi bo'lsak, o'zimizni yaxshi ishlatishni, bizningki kapasitani, bizningki qila oladigan doiramizdagi nimamiz eng yuqori saviyada darajada qila olishimiz uchun albatta biz ashuningki tushuntirish kitobi bo'lgan Qur'oni Karimga tushunishga ehtiyojimiz bor. Shunlashqa sizlar bilan birga o'tiribmiz, janob qarindoshlar. Devatdı. İnsanlar aslında bir din, yani İslam dini de idi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Yani dinlar ko'paydi, butlarga cho'qinishdi. Rabbingning oldinla aytgan so'zi, yani jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Yani dinde ixtilof qilishganlari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. 19-oyat ekan. İlahi da'vat bo'lgan Qur'on insonni abadiy saodat diyoriga chaqirmoqda. Allah kishilarni aman joyga, ya'ni jannatga da'vat qildi va bu joyga berishni xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yani yo'lga boshlab qo'ydi meni. To'g'ri yo'l ma'vo, manda maqsad, manda udur, manda barasa cennet kichim. Hata yo'l avu, bu yerda mangma deydi. Shunami? Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi ekan, hata yo'lni, hata yo'l deb ogohlantirdi ekan. Andikin u yo'lda menish o'zimizning ishi. O'zimizningki qilish qilmaslik hammasi o'zimizningki ishi qarindoshlar. Kur'an'da bizga ko'p uchraydigan bir obraz var. Bu mevcut haqiqatga taslim bo'lmay, cho'qim uningdan ustun bir haqiqatni qo'g'lashadigan bir obrazdir. Bu obrazdagi zihin g'ayriga cho'qinish kisiliga giribdor bo'lgan illatli zihindir. Aslida tafakkur ko'zi bilan qarashni bilsa, atrofida ko'rgan va odatdagi bir narsa deb ko'zga ilmagan narsalarning hammasi bir mo'jizadir. Közü görünən şeylərin astıda közgü çığlıqmaydıgan bir haqiqat yatıdı. Şeylərin görünüşünün astıda yatqan haqiqatni görələydigan qalb gözü bu haqiqatni görüb yutudu. Və yüreknin çonqur qatlamından çıxan bir nida bilan Allahu Ekber sadalarını yağdırdı. Lakin bu obraz bunda qilishdan aciz. Surenin 20. ayeti bu obrazni canlılıq təsvirləb berdi. Surede Allah'ın hakikatinin mənbəsi və ölçümünü belgiləyücü işkənligi tilgə alınğandan keyin mundaq sual qoyuldu. Hakikatdan qalsa gumrahlıqdan başqa nima qalıdı? Hakikat nuru bo'lmasa insan nimaga ergishidi? Qur'on bu savolga ochiq va aniq qilib zon, ya'ni farazga ergishidi deb javob berdi. Ularning to'lisi faqat farazga tayinadi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhasizki Allah ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Yani mabek muhim gap qarindoshlar. Yani haqiqat nuri bo'lmasa inson nimaga ergishadi? Qur'on bu savolga ochiq va aniq qilib zonga ergishdi deb javob beradi. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yettabi'u akseruhum illa zanna. İnne zanna la yughni minel haqqi şey'a. İnnallaha alimun bima yef'alun. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın tulusu faqat farazga tayanıdı. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhasizki Allah ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Sadaqallohu alayhi. Yani ularning to'lasi faqat zanqlar, zan yani. Bu zanni ikinci bir haqiqat tafatda vahiy deb turadi. Munda darajaga yetib oxiri g'irji-gurmash nurg'un ishlar o'rtaga chiqarilgan uchun.
Ahiretni inkar qilishning ostida ma'naviy to'xtab turinglar. Ahiretni inkar qilishning ostida ma'naviy qarg'uliq yotganligi davom qilgan oyatlarda tilga olingan bo'lib, vahiy va vahiy ko'rsatgan haqiqatni inkor qilish aslida xato tushunib qilishdan kelib chiqqan deydi. Ondoq emas, ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aql yetmay turib uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmo o'zlarining nabilarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zalimlarning oqibatidan qandoq bo'lganligi qarab boqqan. 39-oyat sura Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Bel kezzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi ve lemma ya'tihim ta'viluhu kezalike kezzebellezine min qablihim فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Sadaqallahu aleyhi. Onda emas, ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, aqlni ishlatishini davomida qarindoshlar. İnkar qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmo o'zlarining nabilarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zalimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab boqqin. Javobgarlikning kishining o'ziga oid ekanligini Qur'on pat-pat ta'kidlab turgan bir prinsip. Bu aslida payg'ambarlarning da'vatiga joyillik bilan qarshi chiquvchilarning qilmishiga da'vat qilguvchilarning javobgar emasligining bayoni edi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judosizlar. Sizlarning amalinglar qilmishinglardan menmo ado judaman. Ya'ni birov boshqa bir kishining qilgan gunohlariga javobgar emas deyin. Yani 41. ayeti. Yani bizningki bisimizni jinoyatchi deb gumon qilib tutgan bo'lsa, ondan ailesini hammasini vayron qiladigan yoki bo'lmasa uni ularga chatadigan bundaq asabiy, bundaq axloqsiz, bundaq zulmninki Allohninki yaxshi ko'rmaydiganligi aniq bu yerda bayon qilinadi. Hech kim o'zining hür irodasi bilan tanlagan qarorining natijasi sababli kelib chiqqan oqibatni taqdir pishona deb Allohga tuhmat chaplamaslik kerak. Hech kim o'zining irodasi bilan tanlagan qarorining natijasi sababli kelib chiqqan oqibatni taqdir pishona deb Allohga tuhmat chaplamaslik kerak deydi. Tüvendik ayet bu hakikatini jakalamakta. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe la yazlimun nâse şey'en velâkinnen nâse enfusehum yazlimun. Sadaqallahul azim. Şüphesiz ki Allah insanlara kılçı zulüm kılmaydı. Lekin insanlar özleri zulüm kıldı. Yani Allah'a tövbe qilishning yana bir xil uslubi Allohdan g'ayriga iloh sifati berish bo'lib, bu vaqtda Qur'on mundaq deydi. Bayatına üstüdeki şüphesiz ki Allah insanlıkla zulüm kılmaydı, lekin insanlar özleri zulüm kılıdı diyenler düşünüsler kıçan. Çünkü Allah'ın düşmanı zalimdir. Yani zalim, yani meyli Müslüman olsun, meyli başka dindikiler olsun, meyli dinsiz olsun, meyli ateist olsun. Eğer adalet kılmay, zulüm kılgan olsa, o Allah'ın düşmanıdır. Çünkü zalim en çok cihat nime dese, zalimden aldı da aşı hakiki gapni qilish. Nima deganda yine Firavunning oldida Musa alayhissalom haqiqatni so'zladi. Shundaymi? Shunga o'xshash. Allah'a tövbe qilishning yana bir xil uslubi Allohdan g'ayriga ilohlik sifatini berish bo'lib,
Bu haqda Qur'on mundaq deydi. Rastullah osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandisidir, mahluqotidir. Allah'ını qo'yib butlarga cho'qindiganlar faqat yo'qilan parazgili tayinidi. Ular faqat jo'ylaydi. Padiga o'xshash qarg'ulach ish qiladi. Allohga va uning ulug'iyatiga qing'irlik bilan nazar tashlagan zihin payg'ambar va payg'ambarlikka qing'ir qaraydi. Tuvandagi oyat bu xil aqlga urilgan testakka o'xshaydi. Aytqinki, Allah xohlamasa men o'zimdan ziyonni dafi qilishga, payda qozonishga qodir emasman. Her ümmetning ma'lum vaqti keladi, vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdamma kechiktirilmaydi. Birdammo ilgiri sürülmeydi. Aytqinki, sürülmeydi. Bu surede Hazreti Nuh bilan başlanıp Hazreti Musa ve Harun bilan davamlaşkan ve Hazreti Yunus bilan ahırlaşkan qissalarning hammasi inkarchi qavmlarni ibrat elishga da'vat qilmoqda. Hazreti Musa qissasida kishining diqqatini tortadigan bir nuqta o'yni insonga nisbatan to'g'ri yo'lga yuzilishdiki biror qarorgohga aylantirish haqidagi ta'limotdir. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Müminlarga dushmanlar ustidan g'alaba qildiganligi bilan xush xabar beringlar deb vahiy qildik. Ya'ni 87-oyat Sura Yunus'ninki aşında Firavun dünyanın en ashaddiy zolim deb tilganida en ahir lekin onun iman etganligi o imanninki can halqum kelganda hech qanday foydasi yo'qligini ko'rsatdi. Ammo aşında vaqtda yana uyinglarni, aileni mahkam tutinglar, ailanglarni namaz qiladigan, Allohga ibodat qiladigan bir nimaga aylantiringlar, qiblagohga aylantiringlar. Ya'ni ondan keyin bir-biringlarga xush xabar beringlar deydi. Yani kötü xabarlar emas, xush xabar insonlarni pozitiv energiya qiladigan, umidlantiradigan jannat, bilamiya, nima qiladigan degandekchi xush xabar beringlar demoqchi. Hozir endi bizning ahvolimiz shu holga tushib qoldi endi. İnşallah xalqimiz yana uyg'onib, qaytadan tahchiga olib qo'ygan Qur'oni Karimni qo'lga olib, ustidagi to'plarni sirtib, aqlimizga olishib olgan chang tuzunglarni Qur'onninki nimasi bilan abi hayot bizga baxt deb keladigan baxt suvlari bilan yuvib inshaalloh qalbimizni parlatishga niyat qilaylik. Şunu biz vatandagi qarindoshlarımıza şununla davet qilaylik. Qur'oni Karimni olsin qarindoshlar. Bu Firavunning zulmi analarning bola yotqusigacha yetib borgan to'sa, u yerda qilg'uda qandoq ish bor degan savolga javobdir. Ya'ni o'xshash hozircha voy vatan anda olib ketdi, manda olib ketdi, hech qilolmaydi, mumkin emas. Nauzubillah. Onda bo'lib ketishim ham inson ham uchun. Shunda o'g'an taqdir nima deb, Firavunning zulmi qilgan taqdiringda bo'lsan deydi. Nima ish qilaman, qilg'ila hech qanday ish yo'q deb yuma deydi. Shu qilgan ish bor, jinim qarindishim, mayaga quloq solgin. Oxirgi qissa bo'lgan Hazrati Yunus qissasi tarixiy bir voqea ustidan Qur'on vahiyning tunji xitob qilinuvchilari bo'lgan Makka mushriklariga qattiq bir ogohlantirish edi. Belki bu qissa orqali Rasulullahga bizning ruxsatimiz bo'lmay turib, Yunusga o'xshash vazifangni tashlab ketma
deyilgan bo'lsa kerak. Sura insonlar taqdirini, ularning tadbirlari, qilmishlari belgilaydiganligini bayon qilgan bir bo'lik bilan oxirlashdi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya eyyuhan-nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله هو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Ey Muhammed, aytqin ki, ey insanlar, sizlerge Rabbinlar tarafından haqdin keldi. Kimiki toğru yolunu tanlaydikken, üzünün paydası için tanlagan buludu. Kimiki azıdikken, üzünün zihni için azgan buludu. Men sizlerge hami emesmen. Ey Muhammed, sana nazil kılıngan vehiyge ergeçkin, yani onunla üzün emel kılıp, başkalarga onu etküzgin. Allah sen bilen olanın arasında hüküm çıkarguca, dinine davet kılış yolundaki meşakkatlerge çiğdiğin. Allah onun hakkani hüküm, Allah en hakkani hüküm çıkargucudur. Yani 108-109. ayet. Şununla tügeydiken kırındaşlar, Mayyede hem de mene. Yani biz Musa bilen onun kırındışıga kavminlar için Mısır'da öyler yasanlar, öylerinler namaz okuyduğun cay kılınlar, namaz okunlar, müminlerge düşmanlar üstüne galebe kıldıqanlığı bilen hoş haber birinlar dep vahiy kıldık. Yani Sure Yunus'un 87. ayeti. Bu deydi, Firavun'un zulme anılarının baliyat kusuq yetip bağan tusa, bu yerde kılgıda kandak işba degan sualga javaptır deydi. Kırındaşlar, demek ki nemi işbağını biz kıladigan, kandak mı kılamız dep, mındak beşimizde nemi kılgan qattiq oylangan kırındaşlar, anda olsa Sure Yunus'unu içip, aşağıda kandak kıladiganligimiz toğruluq berilgen ta'limatga 87. ayetiga qarasak kırındaşlar düşünümüz. Ben bir yerde Sure Yunus'unki 87. ayetini yazıp koyay. ayet. Ayet. Bugünkü dersimizdeki hulasıca kırındaşlar, Sure Yunus Mekke'de nazil bolganken men 5 dedi kiriş vaqtı Medine'de depdime. Mekke'de Baykut'nunki 10. yani Baykut'un ahirki yılları iken men bu hep Kur'an'da Medine'de dep kökenler kılgan şoma Medine diye men çok yine bir qarab etay. Bunun hatalık yüz berdim o, kandak yoki men hata kıldım mı? Sure Yunus Mişerde bir hatalık varken de olsa Sure Yunus'un Medine'de nazil olgan dep miyege yazılıptı. Adette mushaflarda Mekke hemmesi Mekke 91. sure Hac'den tatip Medine bu nuzul tertip boyunca şimdi buladigan asli başka mushaflarga qarab baksak Sure Yunus demek ki ben aşağıda biraz hata şunimiki qaraplam
Ayada çıkan bizi körenge näsi garaklım şuna depdime. Mene. Evet. Sure Tevbe. Sure Yunus. Bir yerde Mekke'ye, Medine'de yazmaptı. Ama şu Mekke'de nazil olan ayet-i kerimelerini biz Kur'an söylerinki kimlikide nazil buluş tertip boyunca tiziliş nimesi bu işte yapılgan təlilde bu söylerinki Medine'de emas Mekke'de nazil bolganlık topluluk sözlünüptü. Şunlaşqa men agibini tüzütümen keşürüsüle inşallah Mekke yolculuğumuz, Mekke seferimiz yine devam kılıvatıdı. Kur'an bizimki reçetemiz, saadet reçetemiz olan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak ve onu yaşamak için yazılan kitap Kur'an sürülerinin kimliği. Yani bu 114 sure ne bize ifade ediyor, ne söylemek istiyor. Onları anlatmak için yazılan bu kitaptan, bu kitabın Uygurca çevirisi olan Kur'an sürülerinin kimliği, yani Ender Karıkallı, Batur Karıkallı kardeşimiz asladı. Kardeşimizden tercüme ettiği Uygurca kitaptan bugünkü Kur'an sürülerinin kimliği nuzul sırasını göre 69. dersimiz olan dersi burada tamamı erdireceğiz. İnşallah yarın bakalım ne olacak nuzul tertibinde 70. sure Hud suresiyle inşallah Mekke yolculuğumuza devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıyındaşlar. Eğette Hud suresi bilen Mekke seferimizi devam kılımız inşallah. Hemenlağa yaxşı iş, sağlam ten, sap akıl tileymen. Allah'ın üzüge amanet olunlar. Sure Yunus'un 87. ayetini vatandakilerge davet kılaylı kıyındaşlar. Bu bek mühim. Üzümüzge en birinci bulup hemenlağı Kur'an'ın asas Kur'an surelerining qisqacha Kur'an surelerining kimligi degan darslarninki fayda berishini tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat sizga mana. Rahmat Turhan Turan kardeşim, Allah razı olsun.